Shunaqa mazza qilib yotsangiz, klientlar o'zi kelib, o'zlari mebellarni tanlab, o'zlari mashina chaqirib, yuklab olib ketishlar. Keyin sizga tayyor pul tashlab berishlar. Rosa narsa bo'lsa kerak-a. Lekin unaqa paytlar o'tib ketdi. Orzuga ayb yo'q. Hozir siz o'zingiz mijozlarni qidirib topishingiz kerak. SMM'ingizni yurgizishingiz kerak deb aytishim shart emas, chunki buni o'zingizdan bilasiz. Sababi atrofingizdagilardan ko'ryapsiz yoki eshityapsiz. Sizdan keyin boshlashgan bo'lsa ham, shu SMM orqali uydan turib mebel sotishyapti yoki o'zlarini brendini rivojlantirishyapti. Siz ham buni bilib turib, tashqaridan SMM agentstvalar bilan ishlab ko'rdingiz, lekin yetarlicha yaxshi natija ola olmadingiz, chunki sizga yaxshi e'tibor berish olmayapti. O'zingiz qilmoqchi bo'lyapsiz, lekin qayerdan boshlashni bilmaysiz. Aynan shunaqa muammosi borlar uchun men yarim soatlik bepul video darslik tayyorlaganman. U yerda mebellar qanday video olinadi, qanday montaj qilinadi, shu haqida o'rgatganman. Undan tashqari, o'zini brendini, mebel brendini shakllantirmoqchi bo'lganlar uchun ham juda ham zo'r takliflar berganman. Pastdagi knopkaga bosib, shu bepul video darsini olishingiz mumkin.